Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Donald Trump Nikolas Maduro qo'lga olinish tafsilotlarini ma'lum qildi va ilk suratini namoyish etdi. Hammasi puxta reja qilingan. Rossiya, Xitoy va AQSh senatorlari Venesuelaga zarbalar va Maduroning qo'lga olinishini keskin qoralamoqda. Endi esa batafsil. Erkaklar hayoti uchun muhim funksiyalarni qo'llab-quvvatlovchi vulkan mahsuloti prostata adenomasi, prostatit hamda jinsiy muammolarda sizga eng ishonchli yordam bo'ladi. Yaqinlikda hissiy va kuch uyg'unligini oshiradi. Mahsulot 5-7 kun ichida o'z ta'sirini ko'rsatishi bilan bemorlar ishonchini oqlagan. Muammolaringizga yechim sizga yanada yaqin. Vulkan salomatlik manbai. Donald Trump Nikolas Maduro qo'lga olinish tafsilotlarini ma'lum qildi va ilk suratini namoyish etdi. AQSh prezidenti Donald Trump Truth Social ijtimoiy tarmog'ida AQSh harbiylari tomonidan qo'lga olingan Venesuela yetakchisi Nikolas Maduroning suratini e'lon qildi. Venesuela prezidenti Nikolas Maduro qo'lga olinib, mamlakatdan olib chiqib ketilgan. Bu haqda AQSh prezidenti Donald Trump ma'lum qildi. Qayd etilishicha, AQSh Nikolas Maduroga qarshi keng ko'lamli hujumni muvaffaqiyatli amalga oshirgan. Trumpning aytishicha, Venesueladagi operatsiya puxta rejalashtirilgan bo'lib, unga ko'plab harbiylar jalb etilgan. Nikolas Maduro rafiqasi bilan birga qo'lga olinib, mamlakatdan olib chiqib ketildi. Ushbu operatsiya AQSh huquqni muhofaza qilish organlari bilan hamkorlikda amalga oshirildi. Biz adolatni tikladik. Mening buyrug'im bilan AQSh qurolli kuchlari Karakasda misli ko'rilmagan harbiy operatsiya o'tkazdi, dedi Trump. AQSh prezidentining so'zlariga ko'ra, Maduro tongga yaqin qo'lga olingan. Biz Maduroni zulmatda qo'lga oldik. Karakasda elektr o'chirib qo'yilganda, u va uning xotini Amerika adolati bilan yuzlashadi, dedi AQSh yetakchisi. U operatsiya ideal tarzda o'tkazilganini ta'kidladi. Yarim tun bolg'asi operatsiyasi ideal o'tdi. Bunday operatsiya Ikkinchi jahon urushi davridan buyon bo'lmagandi. Hokimiyat xavfsiz, munosib va oqilona tarzda boshqa qo'lga o'tguniga qadar AQSh Venesuelani boshqaradi, deya ta'kidladi u. Trump shuningdek navbatdagi nishon Meksika bo'lishi mumkinligiga shama qildi. Meksika prezidenti yaxshi ayol, lekin mamlakatni boshqarmayapti. Meksikani kartellar boshqaryapti, dedi u. Oq uy rahbari ushbu vaziyatda nimadir qilishga to'g'ri kelishini aytdi. Shuningdek, Trump taxminan bir hafta oldin Venesuela prezidenti Nikolas Maduro bilan gaplashganini va unga taslim bo'lishni taklif qilganini ma'lum qilgan. Biz muzokaralar olib bordik. Men u bilan shaxsan gaplashdim. Unga siz yon berishingiz kerak, taslim bo'lishingiz kerak dedim. U bunga rozi bo'lmadi. Ammo oxir-oqibat biz yanada aniqroq, yanada kuchliroq choralar ko'rishimizga to'g'ri keldi, dedi Trump. Shuningdek, Oq uy rahbari AQShning 3-4 kun oldin Venesuela yetakchisi Nikolas Maduroni qo'lga olish bo'yicha operatsiya o'tkazishni rejalashtirganini, biroq noqulay ob-havo tufayli uni kechiktirishga majbur bo'lganini bildirgan. Biz buni 4 kun oldin amalga oshirmoqchi edik, lekin ob-havo qulay emasdi. Ob-havo ideal bo'lishi shart, deya ta'kidladi Trump. 4 kun kutdik. Biz buni 4 kun oldin, 3-2 kun oldin amalga oshirmoqchi edik. Keyin birdan ob-havo o'zgardi va biz operatsiyani boshlash to'g'risida buyruq berdik, deya izoh berdi Oq uy rahbari. AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Marco Rubio, prezident Nikolas Maduro hibsga olingandan so'ng Washingtonning Venesuelaga nisbatan keyingi harakatlari kutilmayotganini bildirdi. Bu haqda senator Mike Lee X ijtimoiy tarmog'ida ma'lum qildi. Rubioning ta'kidlashicha, Venesueladagi harbiy operatsiya Maduroni qo'lga olish uchun niqob vazifasini bajargan. Hozirgina davlat kotibi Rubio bilan telefonda suhbatlashdim. U menga Nikolas Maduro Qo'shma Shtatlarda jinoiy javobgarlikka tortish maqsadida AQSh vakillari tomonidan hibsga olinganini va bugun kechqurun kuzatilgan jangovar harakatlar qamoqqa olish orderini ijro etuvchilarni himoyalash va qo'riqlash uchun amalga oshirilganini ma'lum qildi, deb yozdi senator. AQSh davlat kotibi o'rinbosari, Meksikadagi sobiq elchi Christopher Landau, AQSh harbiylari tomonidan qo'lga olingan Maduro jinoyatlari uchun sudlanishini aytgan. Rossiya, Xitoy va AQSh senatorlari Venesuelaga zarbalar va Maduroning qo'lga olinishini keskin qoralamoqda. AQSh 3-yanvar kuni tongda Venesuelaga hujum qilib, prezident Nikolas Maduro va uning rafiqasi Silvia Florence'ni ham qo'lga olib, mamlakatdan olib chiqib ketganini ma'lum qilgandi.
Rossiya Tashqi ishlar vazirligi AQShning harakatlarini Venesuelaga qarshi qurolli tajovuz akti deb atadi. Bu chuqur tashvish va qoralashga sabab bo'lmoqda deya ta'kidlagan Rossiya Tashqi ishlar vazirligi. Vazirlik vaziyatning yanada keskinlashishiga yo'l qo'ymaslikka va undan chiqish yo'lini muloqot orqali topishga chaqirgan. Venesuelaga tashqaridan hech qanday buzg'unchi, ayniqsa harbiy aralashuvsiz o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi kafolatlanishi kerak deyiladi bayonotda. Shuningdek, Moskva Venesuela hukumati va Lotin Amerikasi mamlakatlari rahbariyatining BMT Xavfsizlik kengashi yig'ilishini zudlik bilan chaqirish haqidagi chaqirig'ini qo'llab-quvvatlagan. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi AQShning suveren davlatga qarshi kuch ishlatishi va uning prezidentiga qarshi harakatlardan chuqur larzaga tushgani va keskin qoralashini ma'lum qilgan. AQShning bunday gegemonlik harakatlari xalqaro huquq va Venesuela suverenitetini jiddiy ravishda buzadi. Shuningdek, Lotin Amerikasi va Karib dengizi mintaqasidagi tinchlik va xavfsizlikka tahdid soladi. Xitoy bunga qat'iyan qarshi, deyiladi Xitoy Xalq Respublikasi bayonotida. Kolumbiya esa Venesuela bilan chegaraga harbiylarni yubordi. Kolumbiya Qo'shma Shtatlarining Venesuelaga zarbalari boshlangandan so'ng o'z harbiylarini ushbu Janubiy Amerika davlati bilan chegaraga yubordi, dedi Kolumbiya prezidenti Gustavo Petro. U AQSh operatsiyalarini qoralab, uni Lotin Amerikasi suverenitetiga tajovuz deb atagan va gumanitar inqiroz haqida ogohlantirgan. Boshpana izlovchilar chegara yaqiniga yetib kelgan taqdirda ham qo'shimcha kuchlar safarbar etilishini prezident ta'kidlagan. Kuba hukumati ham AQShning harakatlarini qoralab, xalqaro hamjamiyatdan AQShning Venesuelaga jinoiy hujumiga zudlik bilan munosabat bildirishni talab qilgan. Bu jasur Venesuela xalqiga va bizning Amerikaga qarshi davlat terrorizmidir, deya yozgan Kuba prezidenti Miguel Diaz-Canel X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida. AQSh Demokratik partiyasining ba'zi qonun chiqaruvchilari Trump ma'muriyatini Venesuelaga zarba berish va Nikolas Maduroni qo'lga olish qarori uchun keskin tanqid qilgan. Senator Andy Kim, davlat kotibi Marco Rubio va mudofaa vaziri Pete Hegsethning 2025-yil oxiridagi nutqlarini eslagan. Bir necha hafta oldin vazirlar Rubio va Hegseth har bir senatorning ko'ziga qarab, gap rejimni o'zgartirish haqida ketmayotganini aytishdi. O'shanda men ularga ishonmasdim. Hozir esa ular kongressga surbetlarcha yolg'on gapirganini ko'rib turibmiz, deya yozgan Kim X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida. Uning so'zlariga ko'ra, Trump konstitutsiyada ko'zda tutilgan qurolli mojarolarni ma'qullash tartibini rad etgan. Chunki uning ma'muriyati Amerika xalqining aksariyati mamlakatning yangi urushga tortilish xavfini qabul qilmayotganini biladi. Bu zarba kuch namoyishi emas. Bu oqilona bo'lmagan tashqi siyosatdir. U Venesuela va mintaqadagi amerikaliklarga xavf tug'dirmoqda hamda butun dunyo bo'ylab boshqa nufuzli rahbarlarga davlat rahbariga hujum qilish AQSh hukumati uchun maqbul siyosat ekanligi haqida dahshatli va tashvishli signal yubormoqda, deya ta'kidlagan Kim. Senator demokrat Ruben Gallego ham bu fikrni qo'llab-quvvatlab, Oq uyning xatti-harakatlarini hayotidagi ikkinchi asossiz urush deb atagan. Bu urush noqonuniy. 1 yildan kamroq vaqt ichida biz dunyo politsiyasidan bezoriga aylanishimiz sharmandalikdir. Bizning Venesuela bilan urushish uchun hech qanday sababimiz yo'q, degan Gallego. Yana bir demokrat senator Jim McGovern ham holatni keskin qoraladi. Kongress ruxsatsiz va harbiy harakatlarga qarshi bo'lgan aksariyat amerikaliklar oldida Trump hozirgina Venesuelaga asossiz, noqonuniy zarba berdi. U bizda amerikaliklar uchun sog'liqni saqlashga yetarli mablag' yo'q deydi. Ammo negadir urush uchun cheksiz mablag'imiz bor ekan, degan McGovern.